Bunaqasini aniq tayyorlab ko'rmagansiz. Uyg'urcha manta xamirini 3 xil ko'rinishda tayyorlash retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Kimyoviy ranglardan emas, o'zimizning tabiiy poliz ekinlaridan bo'lgan ismaloq va qizil sabzini suvini chiqarib olishdan boshlaymiz. Har bir chiqarilgan suvimizga alohidadan tuxum va tuz solib, elangan unimizga quyib, qattiq xamir qorib olamiz. Qorilgan xamirlarimizni yaxshilab mushtlab, ustidan selofan paket qilib ularni tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni qo'limiz bilan ochib, ularni to'rtburchak kesib, ulardan zuvolalar yasaymiz va bir oz tindirishga qo'yamiz. Tayyorlab olingan zuvolachalarimizni yoyib, oldindan tayyorlangan qiymalarimizni ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Bu usul bir xillikdan zerikkan va noodatiyllikni yaxshi ko'radiganlar uchun ayni muddao. Tayyor mantalarimizni yog'langan qasqonga terib 40 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Pishgandan so'ng xohishimizga ko'ra bezatib, dasturxonimizga tortamiz. Tayyorlab ko'ring, sizga aniq yoqib qoladi.